Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugungi darsimizda mantiqiy qiymatlar haqida gaplashamiz. Biz hayotimizda ham o'zimiz bilgan yoki bilmagan holda mantiqiy qiymatlardan foydalanamiz. Biror bir voqea hodisaning natijasiga qarab keyingi rejalarimizni tuzamiz. Masalan, yomg'ir yog'sa bizga zontik kerak bo'ladi. Yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa esa zontik kerak emas. Imtihondan yaxshi o'tib o'qishga kirsak, demak 1-sentyabrda biz o'qishga boramiz. Agar kira olmasak, bormaymiz. Dasturlashda ham rost yoki yolg'on, ha yoki yo'q, to'g'ri yoki noto'g'ri kabi tushunchalarni umumlashtirgan true va false mantiqiy qiymatlari mavjud. Bu ikkisi ham Pythondagi bool, ya'ni mantiqiy ma'lumot turlari sanaladi. Va yana bugun o'tishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlardan taqqoslash operatorlari. Taqqoslash operatorlari jadvalni keltirganmiz. Ikkita barobarlik esa bu tenglik. Undov belgisi va barobar belgisi kelgan bo'lsa, tengsizlik belgisi, kichkina belgisi bu kichik, kichik yoki barobar belgisi bo'lsa kichik yoki teng, katta belgisi bo'lsa katta, katta va barobar belgisi bo'lsa katta yoki teng taqqoslash operatorlari bo'ladi. Ularni dasturlashda ishlatishni ko'radigan bo'lsak, namuna keltirilgan A o'zgaruvchimizning qiymati 10 ga teng, B o'zgaruvchimizning qiymati esa 15 ga teng. Birinchi namunamiz tenglik taqqoslash operatori A teng B ga. Bu ikkalasi bir-biriga teng bo'lmaganligi uchun kodning natijasi false bo'ladi. Teng emaslik belgisi A teng emas B ga. Bu ikkalasi bir-biriga teng bo'lmaganligi uchun kodning natijasi true bo'ladi, chunki bu ikkalasi bir-biriga teng emas. A katta B dan 10, katta 15 dan deyilyapti, ya'ni A kichkina bo'lganligi uchun bu shart noto'g'ri. Shuning uchun bu kodning natijasi false bo'ladi. Keyingisida esa teskarisi. A kichkina 15 dan. Shuning uchun bu kodning natijasi true, ya'ni rost bo'ladi. Keyingi kodimizda esa A katta yoki teng 10 dan. A ning qiymati 10 ga teng bo'lganligi uchun bu kodimizning natijasi true bo'ladi, ya'ni rost. A kichkina yoki teng 5 dan, ya'ni 10 kichkina yoki teng 5 dan. Bu yolg'on bo'ladi, false natijasi chiqadi. End operatori. End operatori ingliz tilidan va deb tarjima qilinadi. End operatori bilan yozilgan shartlarning barchasi bajarilganda true qiymatini qaytaradi. Shartlardan biri bajarilmay qolsa ham false qiymatini qaytaradi. Jadvalga qaraydigan bo'lsak, end operatori bilan solishtirilgan yolg'on va yolg'onning natijasi yolg'on bo'ladi, chunki ikkala shart ham bajarilishi kerak edi. Keyingi namunada ham birinchisida yolg'on, ikkinchisida rost bo'lgani uchun natijasi yana yolg'on bo'ldi. Birinchisi rost, ikkinchisi yolg'on bo'lgani uchun buni ham natijasi yolg'on bo'ldi va ikki tomoni ham rost bo'lgani uchun end operatori bilan solishtirganimizda rost qiymatini qaytardi. Koddagi namunalarni ko'radigan bo'lsak, yosh o'zgaruvchisi, ya'ni yosh 25 ga teng ekan, pul esa 500 ga teng ekan. Endi bu yerda shart qo'yilyapti. Yosh 18 dan katta bo'lishi kerak va puli 100 dan ko'p bo'lishi kerak. Solishtirib ko'radigan bo'lsak, 25 18 dan katta, bu tomon rost bo'ladi, true qiymatni qaytaradi va operatori pul esa 500 100 dan katta, bu ham true bo'ladi. Ikkala tomonda ham sharti bajarildi. Shuning uchun bu kodning natijasi true bo'ladi. Keyingisida esa yosh 16 ga teng ekan, pul 150 ga teng ekan. 16 18 dan kattami? Yo'q, bu tomon false bo'ladi. End operatori bilan berilgani uchun mana bu tomon katta bo'lgan, true bo'lgan taqdirda ham, rost bo'lgan taqdirda ham bu tomon false bo'lgani uchun kodning natijasi false bo'ladi. Or operatori ingliz tilidan yoki deb tarjima qilinadi. Bir nechta shartlardan biri bajarilganda ham true qiymatini qaytaradi. Jadvalga qaraydigan bo'lsak, false bilan false kelgan, buning natijasi false bo'ladi, chunki hech bo'lmaganda bittasi rost bo'lishi kerak edi. Bunda false bilan true kelgan, bittasini qiymati true bo'lganligi uchun solishtirishimizning natijasi ham true bo'ladi. True bilan false kelganda ham true bo'lyapti va true bilan true kelganda ham true natijasini beradi. Yana boyagi namunamizdan yosh 16 ga teng ekan, pul 550 ga teng. Yosh katta bo'lishi kerak ekan, 18 dan, bu tomon kichkina, ya'ni 16 18 dan katta emas, false beradi. Pul esa 100 dan katta bo'lishi kerak. Demak, bizdagi pul qiymati 550. Bir tomonning qiymati false bo'ldi, ikkinchi tomonning qiymati esa true bo'ldi. Lekin o'rtada or operatori bo'lgani uchun ikkita shartdan bittasi bajarilishi kerak edi. Mana bittasi bajarildi va bu kodning natijasi true bo'ladi. Keyingi namunamizda yosh 16 ga teng, pul 80 ga teng. Yosh qiymatini o'rniga 16 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bu tomon false qiymatini, ya'ni yolg'on qiymatini beradi or operatori. Va pulimiz 80 ga teng. 80 100 dan katta emas. Bu tomon ham false bo'lgani uchun ikkala shartdan birortasi ham bajarilmadi va bu kodimizning natijasi false bo'ladi. Not operatori true ni false ga o'zgartiradi, false ni esa true ga o'zgartiradi. Namunaga qaraydigan bo'lsak, rost o'zgaruvchisiga true qiymati berilgan, printda esa biz not operatoridan foydalanib rostni beryapmiz, ya'ni rost qiymati true bo'lgandan keyin buning natijasi false bo'ladi. Pythonda har qanday ma'lumot turini mantiqiy qiymatga aylantirish mumkin. Boya aytib o'tdik, mantiqiy qiymatlar bool ma'lumot turiga kiradi. Agar sonli ma'lumot turimizni mantiqiy qiymatga o'zgartiradigan bo'lsak, 0
false bo'ladi. Qolgan barcha boshqa sonlar esa true ga aylanadi. Birinchi qatordagi kodimizda 0 ni qiymati false bo'ldi va boshqa barcha sonlarning qiymati esa true bo'ldi. Matnlarni bo'lga o'tkazmoqchi bo'lsak, bo'sh matn false bo'ladi. Har qanday boshqa matn true ga aylanib ketadi. Birinchisida qo'shtirnoq ochilgan va yopilgan belgi yo'q, o'rtada hech qanday belgi yo'q. Shuning uchun buning qiymati false bo'ladi. Keyingisida esa qo'shtirnoqlarning orasida e'tibor beradigan bo'lsangiz, bo'sh joy bor, kodning natijasi true bo'ladi. Bugungi mavzumizga oid namunalarni ko'radigan bo'lsak, ikkita o'zgaruvchi hosil qildik. Biriga 25, ikkinchisiga esa 8 qiymatini berdik va ularni taqqoslash operatorlari bilan solishtirib chiqamiz. Dasturni ishga tushiramiz. Birinchisida a teng b ga false natijasi chiqadi, chunki bir-biriga teng emas. Keyingisida a teng emas b ga true natijasi chiqadi, chunki bu ikkita son bir-biriga teng emas. A katta b dan bunda ham true belgisi chiqadi, chunki 25 8 dan katta. Katta yoki teng belgisi bilan taqqoslaganimizda ham bunda ham true chiqadi, chunki 25 8 dan katta. A kichkina b dan bunda false chiqadi, chunki 25 katta bo'lganligi uchun. Keyingisida ham xuddi shunday false chiqadi. Faqat raqamlarni emas, biz matnlarni ham solishtirib ko'rishimiz mumkin. Terminalni bo'shatib olaylik. Bundan oldin birinchi qarab olaylik. Python so'zi yozilgan. Bu tomonda ham solishtirayotgan tomonimizda ham Python xuddi shunday yozilgan. Bunda esa katta harflar bilan yozilgan, bunda esa kichkina harflar bilan yozilgan. Keyingisida bosh harf bilan yozilgan. Bu tomonimizda esa faqat kichkina harflar bilan yozilgan. Dasturni ishga tushiradigan bo'lsak, birinchi qatorimizning natijasi true bo'ladi, chunki ikki tomoni bir-biriga teng. Bitta harfga bosh yoki kichkina harfga farq qilsa ham bular bir-biriga teng bo'lmaydi. Shuning uchun false natijasi chiqadi.